Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Hurmatli tinglovchilar, sizlar bilan birgalikda sunnatni va hadisni tushunish qo'llanmasi kitobi asosida sunnatlarni tushunish fasli darslarimizni yakunlab olgan edik. Allohdan qabuliyat va nusrat so'ragan holatda bugundan boshlab 29 ta sarlavha asosida hadislarni anglash darslarimizni davom ettiramiz. Bugun ushbu darslarimizning ilki bo'lgan birinchi sarlavhamiz, ya'ni bir butunlik jihatidan islomda hadislarni anglash qoidalarini o'rgatishlikka va yanada yaxshiroq holatda o'zlashtirilishini ta'minlashlikka harakat qilamiz. Din sifatida islom barcha jihatlari bilan bir butun bo'lib, borliqqa, insoniyatga va koinotga ham bir butun holatda umumiy qaraydi. Kitobning oyatlari bilan koinotning oyatlarini o'zaro ajratmaydi. Islomning e'tiqod asoslari, ibodatlari, huquqlari, iqtisodiy va axloqiy qoidalari orasida ham bir butunlik mavjud bo'lib, ushbu bir butunlikni, intizomni va izchillikni buzadigan hech bir rivoyat hadis sifatida Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nisbat qilina olmaydi. Ushbu intizomni buzadigan sanadi va isnodi sahih bo'lgan rivoyatlar esa doimo islomning bir butunligiga ko'ra izohlanadi va ta'vil qilinadi. Zero sunnatullohga zid sunnatlar, oyatullohga zid hadislar hech bir zamon bo'lmaydi. Islomda har bitta hukm ma'lum bir sabab, illat va hikmat bilan birga bir dalilga tayanadi. Har bitta dalil boshlang'ich tamoyilga suyanadi. Har bir tamoyil qoidaga, qoidalar esa kulli bir dalilga, kulli dalillar esa umumiy bir asosga tayanadi. Umumiy asoslar dinning borliq sababi, tanzil va takvinning birlashgan joyi hisoblanadi. Qur'onning barcha oyatlari va sunnatning barcha hadislari bilan chiqariladigan umumiy xulosa, ya'ni ulkan tamoyil shudurki, aqliy va naqliy dalillarning ittifoqi doimo asos deb sanalishi lozim bo'ladi. Hech bir hadis bu abadiy va o'zgarmas kulli asoslarga zid bo'lmaydi. Hadislar islom dinining e'tiqod, ibodat, axloq va huquq asoslarini tayinlovchi, tavhid, haq, adolat, erkinlik, tinchlik, ishonch, jon, mol va nomus omonligi, aql va nasl muhofazasi, din va vijdon erkinligi, inson izzat sharafi, gunohdan saqlanish, omonatga rioya qilish, layoqat, yer yuzini obod qilish, zulmning haromligi singari ko'plab naqliy va aqliy dalillarga tayanilgan kulli asosiy o'zaklar boshchiligida tushunilishi lozim bo'ladi. Hech qanday hadis hayotning borliq sababi, insoniyatning yaratilish g'oyasi va dinning yuborilish hikmati singari maqsadlarga zid bo'lmaydi. Hadislar shoriy, ya'ni hukm qo'yuvchining umumiy maqsadlari bilan ummatning umumiy foydalarini belgilaydigan asosiy o'zaklar va shu bilan birga islom risolatining umumiyligi va abadiyligi hamda Qur'onning himoyalanganligi, qo'shimcha ravishda Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ma'sumiyati singari tamoyillar bilan ham muvofiq keladi. Faqatgina bir dalilga tayangan holda emas, balki dinning barcha asosiy ilm manbalari tomonidan tasdiqlangan bu kulli tamoyillar tarix mobaynida musulmonlarning shaxsiy va ijtimoiy hayotlarini tartiblashda ham boshqaruvchi rol o'ynab kelgandir. Shuning uchun ham hadis rivoyatlarining bu umumiy tamoyillar bilan to'liq muvofiq bo'lishi va hamjihatlik kasb etishi lozim. Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan naql qilingan sahih bir hadis aytib o'tilgan umumiy asoslarga zid bo'lishi mumkin emas. Agarki hadis bilan yuqorida aytilgan asoslar o'rtasida bir ixtilof yoxud kelishmovchilik borligi aniqlanadigan bo'lsa, unda tarjih, nasih, tavaqquf, tark, jam, ta'lif singari muhaddislarning hadislar orasidagi ixtiloflarni bartaraf etish uchun qo'llaydigan ilmiy usul va metodlardan foydalaniladi. Zero tamoyillar qat'iy, xabari vohid bo'lganlar esa zannidir. Qat'iy va zanniy o'rtasida ixtilof bo'lganida shubhasiz qat'iy bo'lgan tanlanadi va u bilan amal qilinadi. Mana shunday biror bir hadis rivoyatining isnodi yoxud matni baholanar ekan, nazardan chetda qoldirmasligimiz kerak bo'lgan birinchi tamoyil, hech bir hadis din, vahiy va risolatning borliq sababi bo'lgan aslul usul deb nomlangan qat'iy kulli asoslarga qo'shimcha ravishda islomning bir butunligiga zid bo'la olmasligi haqiqatidir. Bu jihatdan hech bir rivoyat yuqorida ta'kidlangan kulli va umumiy asoslar bilan shoriyning umumiy maqsadlari va ummatning umumiy qoidalarini belgilovchi asosli o'zaklarga, ya'ni islomning bir butunligiga zid bo'lishi mumkin emas.
Hazrati Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga berilgan mo'jizalardan tashqari, Allohning koinotga o'rnashtirgan qoidalariga zid, dunyoning faqatgina dunyo bo'lganligi uchun yomonlovchi, ayolni faqatgina ayol bo'lganligi uchun kamsituvchi, aqlni, ra'yni va tushunchani safdan tashqari tutuvchi, axloqni va adolatni ahamiyatsiz ko'rsatuvchi, boshqaruvchilarga mutloq itoatni va taslimiyatni istovchi yoki irqchilikdan darak beruvchi rivoyatlarni kulli asoslarga qay darajada zid yoki muvofiq ekanligiga qaramasdan, bu rivoyatlarni qabul qilish mumkin emasligi oshkordir. Bu xususni bir qancha misollar bilan izohlashlikni xohlaymiz. Birinchi misolimiz Buxoriy va Muslim hazratlarining rivoyatlariga ko'ra, Alloh rasulining suyukli o'g'li Ibrohim vafot etgan kun quyosh tutilgandir. Insonlar Ibrohim vafot qilgani uchun quyosh tutildi deyishgan. Shunda Alloh rasuli sallallohu alayhi va sallam sahobalarni jamlab bir xutba iroda qilganlar. Quyosh va oy Allohning ikki oyatidir. Biror bir kishining hayoti yoxud o'limi uchun tutilmaydi. Quyosh va oy tutilgan paytda namoz o'qing va Allohga duo qiling deb marhamat qilganlar. Shunga qaramasdan hadis manbalarida Hazrati Ali asr namozini o'qiy olmaganliklari uchun Alloh rasulining duolari bilan quyoshning qaytadan chiqib botganligini ifoda etuvchi bir rivoyat ko'rmoqdamiz. Isnod va matndagi muammolari bilan birga bu rivoyat ayni vaqtda Alloh rasulining yuqoridagi bayoniga zid, sunnatullohga teskari, islomning butunligiga esa xilof tashkil etmoqdadir. Ikkinchi misolimizga keladigan bo'lsak, islomiyatning irqchilikning har qanaqasini rad etishi ochiq va ravshandir. Qur'onning ustunlikni faqatgina taqvoda deb ko'rishi kulli bir asosdir. Bu xususda Hazrat Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning vado xutbasidagi barchangiz odamdandirsizlar. Odam esa tuproqdandir. Arabning ajamdan, ajamning arabdan hech qanday ustunligi yo'q. Ustunlik faqatgina taqvodadir ifodalari oshkordir. Shunga qaramasdan, biror irqning boshqa bir irqdan ustun ekanligi iddaosi Allohning rasuliga isnod etilishi mumkinmi? Yuqoridagi kulli asoslar ma'lum ekan, arabni sevish iymon, arabga bo'g'iz etish nifoq. Mo'min arabga bo'g'iz etmas. Arab zalil bo'ladigan bo'lsa, islom ham zalil bo'ladi. Arabni aldaydigan meni shafaatimga noil bo'la olmaydi ifodalariga biror bir ma'no berish mumkinmi? Bu rivoyatlarning barchasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam arablardan bo'lganliklari uchun yoki Qur'oni Karim arab tilida nozil qilinganligi uchun aytilgan bo'lishi mumkin. Darhaqiqat tarix davomida shunday izohlaydigan olimlarimiz ham bo'lgandir. Ammo faqatgina payg'ambarning bir qavmdan yuborilganliklari u qavmning ustunligiga dalolat etsaydi, payg'ambarlarning aksariyati o'zlaridan ekanligini biluvchi Isroil o'g'illari nima degan bo'lar edi? Qolaversa, bunday rivoyatlarning sahih ekanligini ba'zi iddao qiluvchilar shunday deyishgan: arablarning fazilati faqatgina payg'ambar ulardan ekanligi uchun emas, balki ular to'g'ridan to'g'ri o'zlari ustundir. Bunday so'zlarning hech birining qabuliga mahali yo'qdir.